Hammaga salom. Fundamental tahlil nima? Bu korxonalarni ularning qimmatli qog'ozlarini sotib olishdan, investitsiya qilishdan oldin to'g'ri baholash usuli hisoblanadi. Ya'ni kompaniyaning haqiqiy qiymatini aniqlash san'ati hisoblanadi. Fundamental tahlil kompaniyalarning moliyaviy holatini chuqur o'rganish orqali aksiyani haqiqiy bozor qiymatini aniqlash imkoniyatini beradi. To есть revenue va profit, kompaniya qancha daromad to'layotgani va foydasi qanaqa o'sayotgani, qarzdorligi, uning majburiyatlari, moliyaviy barqarorligini, haqiqiy qiymati, ya'ni bozor farqidan qancha farq qilishi ko'rish mumkin. Ya'ni bunda asosiy ko'rsatkichlar mavjud. Birinchisi bu revenue earnings, kompaniyaning yillik daromadi, sof foydasi, o'sish dinamikasi qandayligini ko'rsatadi. Keyingisi PE ratio deyiladi, price earnings, aksiya narxi foydaga nisbatan bozor kompaniyani qiymat yoki arzon baholanmasligini ko'rsatib beradi. Va debt level, kompaniyaning qarzdorligi, debt to equity nisbat orqali aniqlash imkoniyati mavjud. Va growth potential, kelajakdagi o'sish imkoniyati, yangi bozorlar, mahsulot va raqobatchilik ustunligini ko'rsatib beradi. Ya'ni buning afzalliklari juda ham ko'p fundamental tahlilda, chunki siz to'g'ri qaror qabul qilish uchun ma'lumotga asoslangan investitsiya strategiyasi kerak. Long term strategiyaga vaqt o'tishi bilan portfel kuchaytiradi. Real qiymatni ko'rsatib beradi. Buni o'rganish uchun albatta vaqt talab etadi va sabr etiladi, chunki bir kunda bo'lib qolmaydi. Ya'ni mana bu fundamental tahlilni amalga oshirish uchun yetib kelish uchun vaqt kerak bo'ladi. Hammaga rahmat.